15 yildan beri bunaqa holat necha marta kuzatilgan? Birinchisi. Bugun bir Allohning mo'jizasini ko'rishga keldik. Asalarini o'zi yashashi o'zi bir mo'jiza. Mana bu akani mana shunaqa joylarida asalari shunaqa bir chiroyli narsa chiqargan o'zidan aka bitta ko'rsatib bering. Faqat ko'rishdan oldin bitta like qo'yinglar. Bunaqasi ko'p bo'lmaydi. Bismillah. Bismillah. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah. O'rtoqlar, buni qaranglar, mo'jizami? Asallari bilan Gap yo'q, buni ichida asallari bilan birga. Necha yildan beri aka shu ish bilan shug'ullanasiz? ota kasb o'zim boshlaganimga 15 yil. Gap yo'q, 15 yildan beri bunaqa holat necha marta kuzatilgan? Bu birinchisi. Birinchisi. Gap bo'lish Lekin mumkin mana emas. o'xshagan holat juda ham ko'p kuzatiladi. Bitta manda emas, boshqa asalarichilarda ham bor. Lekin aynan aniqlik bilan Alloh nomi yozilgani birinchi marta ko'rishim, menimcha ko'p asalarichilar ham birinchi marta ko'rayotgan bo'lsa kerak. Inshaalloh. Mabodo kelib ko'rishni istaganlar bo'lsa, shuna Amirsoni yo'lida aka joylashganlar, akani atmetga qo'yamiz. Bemalol asallari ham mana ko'rib turibmiz. Tabiiy, hech qanaqa ortiqcha narsalarsiz kelinglar, ko'ringlar. Akani Xudo xolisa rozi qilib asallardan olib, mazza qilib yeb yurishinglar mumkin. Gap yo'q. Bitta like qo'yamanglar.